Homilador ayol bolasini emizishi mumkin emas. Homilador bo'lib turib bolasini emizadigan bo'lsa, homilani yaxshi rivojlanmasligiga, homilani tushib qolishiga va tug'ma nuqsonlar bilan tug'ilishiga olib kelishi mumkin. Onaning gemoglobini 80, davleniyasi 75 ga 40, 32 ta tishdan 20 tasi qolgan. Homiladorlik vaqtidagi toksikoz va bola tug'ilgandan keyin qorni og'rimasini dieta qilish natijasida faqat sho'rva, non, choy ichib yurgan. Sho'rva ham suyakdan iborat, go'shti yo'q. Ona tez o'rnidan turadigan bo'lsa, boshi aylanib ko'zini oldida yulduzchalar paydo bo'ladi. Ona sulayib qolgan. Faqat yotishni va uxlashni o'ylaydi. Kamiga qornida bolasi bor va bolasini emizadi. Bunaqa ayollar umuman bolasini emizishi mumkin emas. Ona bolasini emizayotgan vaqtda boshdan oksitotsin gormoni ajraladi. Oksitotsin gormoni sut ajralishini, laktatsiyani ko'paytiradi. Shu bilan birgalikda bachadon devorlariga ta'sir qilib, ularni qisqaruvchanligini, ya'ni tonusini orttirib yuboradi. Agar bir oyda bitta o'zingiz 7 kilogramm go'sht yesangiz, gemoglobiningiz 110 dan baland bo'lsa, bir kunda 16 soat uxlasangiz, vitamin yetishmovchiligi kuzatilmasa, bitta o'tirishda 3 kosadan ko'p ovqat yeydigan bo'lsangiz, homilador holatingizda bolangizni emizsangiz bo'ladi. Agar sizda bunaqa sharoit bo'lmasa, bolangizni emizmaganingiz ma'qul. Agar sizda shunaqa sharoit bo'lmasdan turib bolangizni emizadigan bo'lsangiz, ham o'zingiz, ham tug'ilgan bolangiz, ham homilangiz yaxshi rivojlanmaydi. Hammanglarda kasallik kelib chiqadi. Sizga shu kerakmi?